7. bab Ballar ata-onaning әйнегі. Bu chaqda yaxshi o'tadigan bir do'sti bu yoshga yaqin atrofda o'tiradigan birisining gapini qilib berdi. Bu odam garchi bir mezgil ancha yaxshi bo'lmagan kunlarni o'tkazgan bo'lsa-mu, biroq oxirida 5 bolasini nihoyat yaxshi tarbiyalagan edi. Nihoyat qiziqarli bo'lgani shuki, u bir yurish oddiy, unumlik va o'rganib olishga o'ng'ay bo'lgan ota-ona bo'lish qoidalarini ijod qilgan bo'lib, u boshqa ota-onalar bilan birga bu bir yurish usulidan o'rtaq bahra olishni xohlaydi. Shuning bilan bu yosh bu tadaga telefon qilib o'zining ahvolini tunishtirdi. Rost gapni qilsam, men nihoyat g'angrab qoldim. Apandim, agar men uyingizga berib, qandoq tada bo'lishni to'g'riliq siz bilan yaxshi paranglaysam, sizdan baxo'sh bo'lardim. Bo'ladi, shanba kuni atiganda keling. Sizga yordamim tegadigan bo'lsa, nihoyat xushal bo'lardim, dedi bir minutlik dada. Biroq bir shartim bor, dedi u yana to'liqlab. Ansirmang, men sizning qila oladiganligingizga ishonman. Men sizga aytib beradigan usul nihoyat oddiy bo'lib, hatto ba'zi kishilar uning rostilla shundoq unum bo'lganligiga ishonmay qoldi, dedi u kulib turib. Shunglashqa siz bu usullarni bir necha hafta uyingizda sinab qo'llanib beqing. Andin yakun chiqaring. Mana bu mening shartim. Bu yoshda da qo'shildi. Shanba kuni tushdan burun u yoshda da mashina haydab bir minutlik dadaning uyiga keldi. Hayvatlik singan uy uning nihoyat cho'nqir ta'sir berdi va ko'nglida qarmoqlar nihoyat qo'rqiq qazag'aligi chiqib turdi. Shunga u bir yaxshi dada bo'pti emasmi? U balkim mendan bakarak aqlli bo'lishi mumkin. U deb o'yladi. U bir oz tanq etib qoldi-da, uningdan keyin o'zini tuvan ko'rmaslikni qaror qildi. Chunki uning dadasi burun dal mushundaq edi. Amdilikda bo'lsa, u bularning hammasini o'zgartirishni o'ylaydi. Eshik oldida chochlari bo'zrang, badani nihoyat qovul kelgan er kishi bu yoshni kutib oldi. Nurliq ko'zda bu odamning turmushining nihoyat xushal o'tayotganligini bilishga bo'ladi. "Qani kiring", dedi uy egasi uningga. "Sizning kelganligingizdan baxo'sh bo'ldim", dedi. "Shundaqmi?" dedi yosh dada hayron bo'lganicha. "Shundaq, rost gapni qilsam, boshqalarningmi mening burun holatimga o'xshash g'angrab qilib, texmi yaxshi bo'lgan usullarni tepib, bolasini tarbiyalashini orzu qilganini bilib, nihoyat xush bo'ldim. Men tehi yaqindala bu qiyin ahvoldan qutulib chiqdim. Sizning shundoq o'tmishingiz bo'lganmi?" Bir minutlik dada kulib turib. "Men ba'zi ishlarni nihoyat qilmashtirib qilsammi, biroq qanday qilganda yaxshi dad bo'lganini ancha aniq bilmaydim. Xuddi Velrokis aytgandek, biz hammamiz nodon. Biroq bizni nodonlik qildirgan narsa o'xshash bo'lmagan shaylardir", dedi. Bu gaplarni anglab, bu yosh dadaning ko'ngli arom tepib qoldi. U aldamay turib o'zi ansiraydigan ishlarni aytdi. "Bilmayman, ish qilib men har bir qadamimni cho'qim nihoyat muvofiq ilib berishim kerakdek. Bo'lmasa, bolalarimga ziyon yetkazib qo'ydigandek his qilaman. Ba'zida yana nihoyat mukammal bo'lgan odamlar bir yaxshi oila boshliq bo'la olamdikin deb o'ylab qolaman." Bir minutlik dada kulib ketdi va baxtga yarasha amaliyotda hamma ish uning aksicha. Xuddi turmushning boshqa jihatlariga o'xshash har bir dada xatolik o'tkazishi mumkin. Hamma ishni kamolatga yetkazib qilg'il bo'lmaydi. Uning ustiga bolalarmi bir nuqtani obdan tushundi, dedi. "Siz xatolik o'tkazib qo'yganda qanday qilsiz?" deb so'radi yosh dada. "Ilgari men amalning barcha yo'shirardim. Biroq hozir mening qildigan birinchi ishim o'zimning xatoligimni tunish. Bolalarim mening xatoligimni tunishimni nihoyat qo'llaydi. Bu ularning menga o'xshash ekanligini bildirdi. Agar bu xatolik bak ig'ir bo'lmasa, men kulib o'tkazib etaman. Ko'p chog'larda cho'ng xatolik yuz bermaydi. Kulib o'tkazib etamsiz?" Bu yosh nihoyat hayronlik bilan so'radi. "To'g'ri, o'zimning hamoqatligiga kulib qo'yaman. Sizmi bolalaringizga shunday qilishni o'rgating. Kim bo'lishidan qat'iy nazar o'ziga samimiy muomala qilib, xatolik o'tkazib qo'ygandan keyin darhol iqror qilib, o'tkazgan xatolikni kulib turib o'tkazib etgandilar, o'zining ruhiy jihatdan tugishib ketishidan mangu ansirmisin bo'ldi.
Аңламаққа bu usul turmushdagi nurg'un besimlarni yo'qotadi ekan. Dedi bu yoshda da beshini ling'ishitib turib. Shundaq dedi bir minutlik dada. Besimni azaltadigan yana bir xil usul xatolik sodir qilgandan keyin xatolig'ingizni tuzatishni saqlab o'tirmasdan darhol xatolig'ingizni tunishingiz kerak. O'ylagan ishlaringizning hammasini qildiganqa sizning unchalik ko'p vaqtingiz yo'q. Hamma ishni mukammal qilman deyish texim mumkin bo'lmaydigan ish. U yana bir yaxshi dada bo'lishga ketadigan barliq vaqtlarni o'z ichiga oladi. Bu yoshda da qoyil bo'lib beshini ling'ishitdi va undaqda men qanday qilishim kerak deb so'radi. Gapimga quloq soling. Oldi bilan bola boshqarishga nisbatan men hamma qodir emasman. Dedi va bir minutlikda da askarib turib. Men faqat bir oz talaylik. Azroq ishning ipini bilib oldim shu. Siz va boshqa ota-onalarmi butunlay o'rganib ketalaysizlar va bu usullar orqali o'zingizlarning oila turmushini butunlay o'zgartiraysizlar, dedi. Dunyoda qanchalik ota-ona bo'lsa, taxminan shunchalik bola tarbiyalash usuli bo'ladi, dedi bir minutlikda da. Menga nisbatan tuandagi usul bir oz unumlidir. Men bu usul orqali bolalarimga muomala qilib, ularga o'zimning ularni yaxshi ko'rganligimni bilgizaman. Bu usul nayt yaxshi ekan, dedi bu yoshda da nimadir bir nimani o'ylagandek qilib. Men eng yaxshisi sizga usulni bevosita aytmay, sizga nima ishlarni qilganimni aytib beray. Andin siz o'zingizning hukmiga asosan oilangizga eng mos keladiganini tanlang, dedi bir minutlikda da maslahat berib. Bo'ldi, men diqqat qilib anglayman, dedi yoshda da ma'qulligini bildirib. Biroq men sizga nima ishlarni qilganligimni aytib berishdan ilgari siz shuni bilib olingki, men bu ishlarni izchil turda qilayotganim yo'q. Nima? Dedi bu yoshda da biroz hayronlik bo'lib. Bir minutlikda da mursini qisib turib, samimiylik bilan iqror qilib. Menmi boshqa ota-onalarga o'xshash nima ish qilishim kerakligini bilib tursam-mu, ammo to'liq qilib ketalishim notayin, dedi. Biroq men qilib ketalgan chaqda ahvolda yaxshilanish bo'lishga boshladi. Aldi bilan shuni aytayki, men hozir bolalarni tarbiyalashga ketgan vaqtimga ich og'ritmaydigan bo'ldim. Men amalning boricha ko'proq vaqt ajratib, har bir bola bilan birga bo'laman. Albatta, xizmatga va ko'ngil ochishga ketgan vaqtimni tangpinglashtirish kerak-da. Bu yoshda da kulib turib, sizning gapingizni anglab bak xo'sh bo'ldim. Men tunji qatim boshqalardan sizning gapingizni anglaganimda, sizni bir minutlikda deganda, men sizni bolalaringiz bilan birga bo'lgan chaqda hamma ishni aldirab-saldirab qilam degan. Ya'ni sizning bolalaringiz bilan birga bo'lgan vaqtingizni noyat azmikin deb o'ylabdiman, dedi. Bir minutlikda da kulib turib. Bundaq o'ylashning ajablanarligi yo'q, dedi. Muhimi bu nuqtani tushunib olish kerak. Men 3 xil oddiy bo'lgan sirdish usulini o'rganib olgandan keyin har bir usulni ishlatishga oraliq 1 minut ketdi. Amaliyotda mening bolalar bilan birga bo'lgan har bir minutim texim unumli bo'ldi. Ammo bu 3 xil konkret bo'lgan sirdish usulini muhokama qilishdan avval shuni ta'kidlaymanki, oldi bilan men har bir bola bilan ayrim-ayrim bir necha minut birga bo'laman. Gerçi bu vaqt nayt qisqa bo'lsa-mu, yana bolalarni hargiz bir-biri bilan solishtirmayman. Andin bolalar bilan birga bo'lganda men butun zehnimni yig'ib, tirishib barliq diqqatimni bolalarga qarataman. Ya'ni siz ko'z oldingizdagi shu paytga cho'kib ketgan bo'lsiz. To'g'ri, men uydik vaqtimda faqat uydik ishlarni o'ylayman. Xizmat ishlaganimda xizmatga butunlay cho'kib ketaman. Bunday qilganda oilaga-mu, xizmatga-mu foydasi bor. Shu, do'stim menga sizning oila jihatdimi boshqa jihatlarga o'xshash muvaffaqiyat qozonayotganligingizni aytgan. Shunga siz cho'qim bak yaxshi tuyuqda bo'lasiz. Qalbingiz yaxshi-da, dedi bir minutlikda da mag'lunib turib. Bo'libmi, bolalarimga o'xshashla muvaffaqiyat qozongan chaqlarni his qilishdi. Bo'libmi, men tuvandagi qonuniyatni bilgandan keyin barliq ishlar bizga nisbatan osonlashib ketdi. Bir oila boshliq bo'lish sifatim bilan mening ikki asosli nishonim bo'lsa, bolalarga yordamlashib, ularga o'zini hurmatlash va o'ziga talabchan bo'lish ideyasini turg'izishdir. Bu ikki nishonni amalga oshirish uchun men ko'p jabha tortib,
Oxiri o'ziga bo'lgan tuyg'usi nihoyat yaxshi bo'lgan. Ya'ni o'zini qadrlaydigan, bolalarning butunlay o'zi uchun nihoyat ongli holda talabchan bo'lganligini tushundim. Dedi bir minutlikda da ulabla. Agar ular o'zlariga e'tibor bilan qarsa, ular tashabbuskorlik bilan o'zining holidan xabar oldi. O'zining holidan o'zi xabar olishning eng yaxshi usul bo'lsa talabchan bo'lish. Bular 3 xil 1 minutlik sirdish usulining bolalarga bo'lgan yordamimi deb so'radi bu yoshda. Asos jihatdan shunday deyishga bo'ldi. Dedi 1 minutlikda da javob berib. Uning ustiga ularning bolalarga texim ko'p yordam bor. Arqadilla u yana to'liqlab. Amaliyotda hozir bolalarimizning hammasi bu 3 xil usul orqali men bilan fikr almashtiryapti. O'zlarimi bu usul orqali o'zaro fikr almashtirdi. Yosh dadaning talbiga asosan 1 minutlikda da nihoyat tafsili qilib 1 minutlik nishon, 1 minutlik maqtash va 1 minutlik tanqid usulini tushuntirdi. Yosh dada nihoyat astoydillik bilan angladi. Anglab bo'lgandan keyin biroz ikkilangan holda, balkim menga yordam bo'lib qolar, dedi. Gapingizga qaraganda jazmlashtira olmayotgansiz nima? deb so'radi 1 minutlikda da. Men rostilla jazmlashtira olmayotman, dedi bu yoshda da ochiqini aytib. Agar men bu 3 xil sirdish usulining nima uchun bunchalar unumli bo'lganligini bilgan bo'lsam, bu chog'da men bularga texim ishonch qilgan bo'lardim. Nima uchun 1 minutlik nishon, 1 minutlik maqtash va 1 minutlik tanqidlar bolalarga yordam qilib, ularda o'zini yaxshi ko'rishni o'rganib olish hamda talabchan bo'lish ideyasini turg'iza oladi.